Ona tilimiz milliy ma'naviyatimizning bitmas tuganmas bulog'idir. Shunday ekan, unga munosib hurmat va ehtirom ko'rsatish barchamizning nafaqat vazifamiz, balki muqaddas insoniy burchimizdir. Ona tilim, sen ruhimning qanoti, Abu Turk nafasi, Oltoy chechagi, Turk elida ko'kka uchdi g'iroting, qutlug' Enasoyning buyuk ertagi. Oktyabr oyi bayramimizga xush kelibsiz. 1-oktyabr o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan kun. Davlat tili deganda shu davlat hududida asosiy aloqa bo'lgan til tushuniladi. Har bir davlat o'z tilining sofligini, uning boyib borishini ta'minlaydi. Bu qonun o'zligimizni saqlab qolish, tilimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun, o'zbek degan xalqning yo'q bo'lib ketmasligi uchun kerak. Notiq biz taqdir shul, bu jahoniy iroda, tillar yo'qolib butkul, bir til qolur dunyoda. Ey voiz pastga tushgan, bu gap chiqdi qayerdan? Navoiy bilan Pushkin turib keldi qabrdan. Kim darg'azab, kim hayron, chiqib keldilar qator. Dante, Shil va Bayron, Firdavsi, Balzac, Tagor. Vazingni qo'y birodar, sen aytganing bo'lmaydi, barcha dedi barobar, ona tilim o'lmaydi. Hey, bu qanday aqida, qo'lida tabarruk jom, go'zal Forsi haqida rivoiy aytdi hayyon. Ehtirosli otasdil, beranji so'rdi nolon, nahotki Farsning tili yo'qolguchi bir zamon. Neruda Lorca turdi Cervantesning yoniga, kim qasd etib tig' urdi ona tilim joniga. Fuzuli yondi ozar, tili guldek so'nmaydi, barcha dedi barobar, ona tilim o'lmaydi. Kamalakdek rang bo'lsin deb san'at tillar, asrlarcha jang qildik, armon qildik ming yillar. Beqadr bo'lsa nahot, tillardagi tarovot, yo'qoldi bu kun hayot, qabrdagi halovat. Faust yondi gurullar, hamsutga tutashdi, bir sado jahon bo'ylab taraldi tog'lar oshdi. Bu sado yayrar hamon, sira ado bo'lmaydi. Olam aytdi hech qachon, ona tilim o'lmaydi. Men psixologim. Maktabda savol sizlarga qiziqayapman. O'quvchilarni o'rganishga Men iqtisodchiman. Iqtisodiy tushunchalarni to'g'ri ifodalash va tahlil qilish orqali o'quvchilarning so'zboyligini kengaytiraman. Men tarjimonman. Men chet el asarlarini tarjima qilar ekanman o'zbek tiliga. O'zbek tilining naqadar boyligi va naqadar go'zalligiga lol qolaman. Men ona tili va adabiyot fani o'qituvchisiman. O'quvchilarga bilim berishda, ular qalbida ona tilimizga bo'lgan muhabbatni singdirishga harakat qilaman. Biz ona tilimizni yaxshi ko'ramiz.